Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xabaringlar bor. Kechagina kichkinagina konkursimizni g'olibini e'lon qilgandik. Mana konkursimiz g'olibi yetib keldilar. Ismatullayev. Alisher Ismatullayev 246 ta like to'plab kommentariyalarda g'olib bo'lgandilar. Mana hozir poyabzallarni tanladilar. Ko'rsanglar bo'ladi. Poyabzallarni o'zlariga topshirdi. Xudo xolisa yana aktivli so'rab qolamiz. O'zingizni fikringizni bildirsangiz, qanaqa ekan, rostdan haqqoniy yutdingizmi? Amir shu brendi rostdan ham haqqoniy ekan. Rostdan ham kelib mana sovg'ani berishdi. Mana oldim qo'limga. Amir shu brendiga omad tilab qo'yamiz. Ha, sizga ham rahmat. Doimo- Tanlab oldingizmi o'zingiz? Ha, o'zim ko'rib tanlab, razmerigacha bilib ko'rib oldim. Doimo ijodlaringizga omad, ishlaringizga yanada omad. Xudo xolisa sizdan ham doimiy aktivlik kutib qolamiz. Bundan keyin ham yana qanday konkurslar tashkillanadi shu haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Sizga ham rahmat. Sizga ham Salomat rahmat. bo'ling. Xo'p.